X3 sidinasi passajir tomon. Ovoz beradi taqillab, shuni yo'qotish yo'li. Orqa relisda va oldi relisda. Xo'p, mana shu joyini kengaytiramiz ozroqgina orqa tomonga. Tomonni ham kengaytirishga harakat qilamiz. Mana oldinikini kengaytirganman. Mana oldingilar Amber yordamida kengaytirib olganman buni. Jag'ini ochganmiz bu tomonga qarab. Buni baqarab, mana shu relis o'zini baqarab ochganmiz. Hozir xo'p, bu tomonni ham aqirib surishga harakat qilib ko'ramiz. Orqasini qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh yo'qoladi degan umidda. Xo'p, orqasini ham kengaytirdik. Orqa tomonni kengaytirdik. Oldini u tomonni kengaytirganimiz yo'q. Bir tomonni o'zini kengaytirdik. Effekt, xudo xolasa mana. Yo'q, ovoz yo'q, shaqar yo'q umuman. Chotki bo'ldi. Orqasiga suramiz. Qattiqlashib qoldi mana. Relisni kengaytirganman. Nima bilan? Bu tomonni sizga o'rnak qildim. O'rnak qilish yo'li, hop, mantropga, mana shu mantropga yordamida qo'yib, arasini kengaytirib chiqdik mana shuni. Buni qo'ydim va orqasiga atirga ham tiqdim, nega kishilik qildi. Orqasiga atirga tiqqanimni ko'rsatamiz, erinmay. Mana orqasiga atirga tiqib, mana shunaqachiga mantropga o'ynatib chiqardik. Endi videoga bir o'zim ololmayman. Qiyinroq lekin. Shuni o'ynatib chiqardik. Mana yurish sal qattiqroq bo'ladi. Odam o'ttirib surganga o'zi yengilgina bo'ladi. Surib qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Chotki bo'ldi. Sidina orqaroq surildi, lekin shunga ham yo'q ovoz. Mana ovoz chiqadi o'yladim. Yo'q ovoz. Video kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Biz xursand bo'lamiz. Birovga yordamimiz tekkandan, birovga ishimiz ma'qul kelgandan xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Uzoqdan bunday narsa bor, qarang. Bir xil ishini biza kelinglar sifatli qilib beramiz deyshadi. Uzoqdan bora olmaydigan insonlar bor-da, uzoqdan uni oldiga bora olmaydi. Arzimagan ish uchun. Hech narsa qilmaydi. Bugun o'rgatmasa kimdir internetga chiqaradi o'sha narsani. Biz chiqaramiz, xudo xolasa bizga uzoqdan kela olmaydigan insonlar o'zini yaxshi ko'rgan insonlar bor, ustozga boradi-da, bemalol to'g'rilattira olaveradi. Zato xursand. Shu odam bizga podpiska qo'yadi ham xursand bo'lib duo qiladi. Sog' bo'lasizlar, jonlaringiz omon bo'lsin.